Noldan o'zimiz ishlab chiqaramiz. Matni ko'proq xush ko'rsangiz, aynan shuni olishni tavsiya qilaman. Ya'ni MDF rangi mokriy, fatonimiz rangi kumush. Agar siz optimchi, do'konchi bo'lsangiz, bu narxlarimiz ishlab chiqaruvchidan, ya'ni O'rman kompaniyasi hamma narsani o'zimiz ishlab chiqaramiz. Assalomu alaykum O'rman kompaniyasining YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar uchun yana bitta yangi modelimizni obzorini qilib beraman. Siz esa hoziroq obuna bo'lib qo'ying. Xo'p, bugungi obzorimizda yulduzcha fasondagi lyustramiz. Ya'ni bugungi qahramonimiz aynan shu lyustra. Ko'rishingiz mumkin, dizayni juda ham milliy dizaynda ishlangan. Xo'p, materialga kelsak, buni materiali asosiy qismi MDF dan ishlangan. Bu qismi MDF dan ishlangan. Bular gullari bo'lsa faton. Aynan shu gullar faton deyiladi. Bu gullarni ham o'zimizni korxonada, ya'ni kompaniyamizda o'yiladi. Maxsus stanok orqali. Bundan tashqari ham yoritish uchun plafoni albatta bo'ladi. Xo'p, bu lyustramizni 10 xilga yaqin ranglari bor. Bu rangni tanishtirib o'tdik. Bu mokriy rang bo'ladi, ya'ni MDF rangi mokriy, fatonimiz rangi kumush. Xo'p, tanishtirishni boshladik bo'lmasa. Xo'p, bu ham xuddi shu mokriyga kumush. Bu rangimiz mebelniy svet deyiladi. Korejniy desangizam ham bo'laveradi. Shunaqa rangi tilla rangdagi fatonni o'yib, yopishtirib qo'yilgan. Xo'p, eslatib o'tamiz, bu lyustralarda o'zimiz MDF ni o'yishdan tortib, fatonni o'yishdan tortib, xullas noldan o'zimiz ishlab chiqaramiz. Bitta deylik, mana bu plafonni zavoddan olib kelinadi. Buni o'zimiz ishlab chiqarmaymiz. Qolgan hamma yo'q o'zimizda ishlab chiqariladi. Xo'p, deylik, bu korejniyga tilla faton bo'ldi. Bu mana bu rangimiz, mana mokriyda tilla fatonga gul tushirilgan. Bunisi kumush bo'lsa, bunisi tilla. Deylik, buni o'zingizning didingizga moslab, o'zingizning dizayningizga moslab tanlab olsangiz bo'laveradi. Bu ham juda chiroyli. Xo'p, endi skromniy, hashamatli rang, bu doim oq rang bo'ladi. Juda ham chiroyli qilib ishlangan. O'zi bu lyustralarimizni oshxonaga, mehmonxonaga qo'ysangiz, juda ham chiroyli ochib beradi. Xo'p, bu MDFimiz oq, fatonimiz kumush. Bemalol artib ishlataverasiz. Xo'p, bu ham oq. Xo'p, bu endi oqimiz tilla rangli faton bilan. Bu endi sal hashamatliroq. Agar siz hashamatni ko'proq xush ko'rsangiz, aynan shuni olishni tavsiya qilaman. Tilla ranglari bilan juda ham yaltirashini qarang buni. Patologda yonadi. Xo'p, bu ham mokriy rang. Bu ham mebelniy svet. Xo'p. Mana bu yerdagisi ham menimcha bu ham mokriy rangdagisi bo'ldi. Xo'p, umumiy bu lyustralarning ranglari shunaqa. Agar siz boshqa ranglarda xohlasangiz, ya'ni boshqa ranglarda ham ishlab chiqarib beriladi. Xo'p, bu narxlarga kelsak, narxlari 200 ming so'm. Bu, eslatib o'tamiz, bu narxlarimiz ishlab chiqaruvchidan, ya'ni O'rman kompaniyasi hamma narsani o'zimiz ishlab chiqaramiz va sizlar uchun shunaqangi hammayombop narxlarda yetkazib beryapmiz. Agar siz optimchi, do'konchi bo'lsangiz, O'zbekiston bo'yicha, Tojikiston, Qirg'iziston, O'rta Osiyo bo'yicha chiqarib beryapmiz. Quyidagi raqamlar bilan bog'lansangiz, batafsil operatorlarimiz ma'lumot berishadi. Manzilimiz Farg'ona viloyati, Satka ko'rikda joylashgan. Izohda yozib qoldirsangiz ham, deylik, manzil qayerda deb yozib qoldirsangiz javob beramiz. Yoki sirasi ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, operatorlarimiz doim aloqada turishadi. Quyidagi raqam bilan bog'laning. Keyingi obzorlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta qo'ng'iroqchani bosib, obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'ling.